Ko'p beriladigan savollardan bittasi turklar odam, millat ajratadimi deb so'rashadi. Hali shu paytgacha o'zbek bo'lganim uchun past nazar bilan qaralganini yoki mensimaganini ko'rmadim. Aksincha O'zbekistonga, tariximiz, madaniyatimiz va milliy taomlarimizga juda ham qiziqishadi. Biza ham turkiy xalqlardan bo'lganimiz uchun O'zbekiston ota yurtimiz deyshadi. Lekin o'zbeklarni o'zbeklarga munosabati-chi? Afsuski havas qiladigan darajada emas. Negaligini o'zim ham bilmayman. Negadir bir-birimizga raqibga qaragandek qaraymiz. Qo'llab-quvvatlamaymiz. Uyimizni tomi yarim metrga balandroq bo'lsa, hasaddan kechalari uxlamaymiz. Bu gaplarim hamma uchun emas, lekin asosan shunaqa. Hattoki arzimagan janjal uchun musofirda bir-birini deport qilishgacha borganini, yaqin do'stim deb ishongan insonlari sirini g'irt begona odamlarga tarqatganini ko'rdim. Kim nima maqsadda keladi, nima ish qiladi, buni muhokama qilish meni ishim emas. Faqat ozgina oqibatli bo'lib bir-birimizni ko'rganda iliq muomala qilsak, dunyo yana ham go'zallashardi. Menga turklarni reklama qilmang deyshadi. Lekin shu gapni aytmasam bo'lmaydi. Tan olaylik, oqibatda ozgina qardoshlarimizdan o'rganishimiz kerak. Ayniqsa musofirda yurganlar. Agar qo'lingizdan yaxshilik qilish kelmasa, yomonlik qilmaslik ham katta yaxshilik hisoblanadi.